Biza gapirib chiqamiz-ku. Mana aytadiki, kibr qilyapsan, boshqa qilyapsan. Nima uchun kibr qilyapman? Men faktni ko'rsatyapman. Mana o'sha siz aytayotgan yoshlar o'sha menda obunachi yuborgan video bor. Ularni qo'ygan. 30 yoshgacha ba'zi erkaklar deb qo'yganki, oxirgi 30 yoshgacha haqiqiy erkak deb qo'ygan. Odamlar aytayaptiki, nima uchun o'zingni ular bilan strand qilyapsan, boshqa qilyapsan, hamma xudo rizqini bergan, ular ham odam boshqa baraka topib, men senga tanlov beryapman. Kim bo'lishini o'zing tanla. Prosta men propagandaga ular zaiflikka da'vat qilib propagandik harakat qilyaptimi? Men propagandaga qarshi propaganda bilan chiqyapman. Men senga lishni gapiryapman, o'zimni hayotimni ko'rsatyapman, qilgan ishimni ko'rsatyapman. O senga masalan hokim yoki prezident bitta orden bersa, dunyoga jar solasan. Men shunchalar harakatni qilganman, xudo berdi deyapman, xudo berganini ko'rsatyapman. Aytayapmanki, shunday qilsang agar bo'ladi natija. Kimni tanlaysan? O'zingni farzanding ham xuddi shunaqa masxaraboz bo'lib, komik bo'lib bir kishining oldida chiqib kuldirib, keyin seryozni yo'q bo'lsa, shuni xohlaysanmi? Yoki seryozni haqiqatan ham qo'li qavargan bo'lsa ham nonni keltirib bersin, zato hurmati bo'lsin, bir kishi ustidan kulib bilmasin. Chunki erkak kishi uchun uni ko'rganda kulish kerak emas. Men hayronman, nima uchun insonlar bunaqa narsani prioritet deb oladi. Bir kishi uni ko'rganda kulishni men bir kishi meni ko'rganda kulishini xohlamayman. Men erkak sifatida meni ko'rganlarda hurmat qilishlarini xohlayman. Tamom.